Assalomu alaykum hammaga. Cobalt avtomobilini magnitofonini Bluetooth qo'yib berdik. Bu Bluetooth'ni 2015, 14, 16, даже 19 gacha qo'yilmagan. Bluetooth bo'lmaydi. Avval Bluetooth qo'yib, bu yerga bir apparatlar qo'yib beradilar. Unda ovoz berib, shig'lab qoladi dedi. Hozir bu chotki aytadi bu. Tak qo'yib beraylik. Bas verici özünü radной magnitofonu. Жизнь мою нежданно изменил. Мою реальность мысли мерцают на сердце. Görüp turganlarınızda avazı вообще yarvarışın bo'lib turibdi. Tak, hozir ovozni o'chirib qo'yaman. Zing degan ovoz bo'ladi boshqalarda. Bunda ovoz ham bermaydi. Undan keyin ko'p odam aytdi, AUX ishlamay qoladi dedi. Aslında o'zi AUX shart emas, Bluetooth bor mashina, lekin biz ham qo'ysak AUX ham ishlaydi. Ishlatib bergan. Ularkan. Qatib qoldi. Ta. Suqilganini ko'rsataman. Ko'rib turarlaringiz deymi? AUX ham telefon keldi. Ko'rib turganlaringizda AUX ham ishlaydi, Bluetooth ham ishlaydi. Kelaverasizlar, kelsangizlar qo'yib beramiz. Bluetoothga ulaganda ovoz ham beradi. Bluetoothga ulandi deb. Hozir Bluetoothga ulansa. Bluetooth device is connected successfully. Mana shunday ovoz beradi ulangan vaqtda. The E'tiborlaringiz hammaga rahmat. Bluetooth device is ready to Sog' pair. salomat bo'lasizlar.